Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Mana uzoq kutgan video keldi. Ya'ni biz hozir Germaniyaning Neue Münster, ya'ni yangi Münster degan hududidamiz. Sizlar bilan bugun ajoyib fikrlar almashamiz. Germaniyada ish bo'yicha va Yevropaga qanday qilib kelish hammasi mana shu videoda bo'ladi. Va biz esa hozir bir go'zal binoning qarshisidamiz. Neue Münster. Ya'ni birinchi o'rinda do'stlar sizlarga bu shahar haqida ozgina ma'lumot bermoqchiman. Bu Neue Münster shahrimiz. Bu shahar do'stlar Schleswig-Holstein. O'sha siz bilgan Galstein mollarini bilasiz. Ya'ni o'sha Schleswig-Holstein viloyatining shahri hisoblanadi. Ya'ni bu kattaligi bo'yicha 4-o'rinda turadi. Schleswig-Holstein viloyatida. Va bu yer Germaniyaning shimolida joylashgan va Das Amtsgericht deb yozib qo'yibdi bu yoqqa. Amtsgericht, ya'ni Mirovoy sud ekan. Sud binosi joylashgan ekan mana shu yerda. Do'stlar, Münster shahri bilamiz, Düsseldorf teparog'ida joylashgan. Bu esa yangi Münster. Ya'ni esingizdan chiqmasin, Münster va yangi Münster alohida shahar va alohida viloyat Germaniyadagi. Alohida viloyat tarkibiga kiruvchi shaharlar. Ya'ni Neue Münster, yangi Münster bu nomerlari eng ajoyib bu yerda NMS bilan boshlanadi. Ya'ni bularni ham alohida ko'rsatib o'taman. Bu binoni qarang, juda go'zalligini. Mana bu yerda esa Das Amtsgericht deb yozib qo'ygan. Va do'stlar, bugungi sana 6-dekabr va biz go'zal hudud bo'lmish yangi Münsterdamiz. Münster nomi bilan bo'lgan shaharlar bu yerda Münster bittasi bor. Bu esa yangi Münster va Münster degan qishloq ham bor do'stlar Germaniyada. Demak, ko'rdik. Endi esa sizlarga bir ajoyib yangilik bilan ulashmoqchiman. Bu yangiligim do'stlar, hozir bilasizlarki, Germaniyani haydovchilik guvohnomasiga o'qiyapman, ya'ni pravasiga. Bu yerda Führerschein dedi. Bu pravaga o'qib do'stlar, ozgina o'sha bilan chalg'ib qoldim va Allohga shukr hozir B bilan C ni topshirdim. B alohida, C alohida va C qoldi. Ya'ni o'sha C ni topshirsam bo'ldi. Shu bilan pravani olib alohida yana sizlarga video qo'yaman. Ya'ni qanday bo'ldi, nima bo'ldi, hammasi aytiladi. Va sizlarga Yevropada har xil vakansiyalar alohida aytib qo'yiladi. O'tgan safar juda ko'p obunachilarimiz o'z vaqtida yozib, bu yerda ish bilan ishga ega bo'lishibdi va ularni ko'pchiligi, sizga aytaman, hozir Bitna jidilstvo bilan o'zi gaplashib, ya'ni bilasiz, bir oy oldin bu videoni qo'ydim. Ish beruvchilar alohida Litvadagi ish beruvchilar o'sha migratsionniga xabar berishgan. Ya'ni o'sha через migratsiya orqali ular suhbatlashishgan va suhbatdan o'tib hozir bitta odam u yerdan, ya'ni o'zini 2 yillik litovskiy vitajlitsvasini olibdi. Qolganlari esa hamma suhbatdan o'tib bo'libdi. Demak, bundan nima demoqchiman do'stlar? Mana shu kanalimda sizlar uchun alohida ishlar, vakansiyalar bo'ladi va sizlar ulgurib qoling. O'shalarga men sizlarga nomerini beraman va sizlarga yozgan paytim, nomerlarni tashlagan paytim, demak, ulgurib qoling va o'shalarga yozing. Chunki ular ham
ma'lum bir qismda odam olishadi. Ya'ni masalan 100 ta odam kerak bo'lsa 100 ta bo'ldi. Qolgani esa keyingi vakansiyalarni kutib turish kerak, do'stlar. Chunki hammasini birdaniga ola olmaydi. O'shaning uchun nomerni yozib qolgan bo'lsam, demak o'shalar ulgurib qolishdi. Nomer yozmagan bo'lsam esa do'stlar, bu vakansiyalar uje odamlar qabul qilib, hozir esa kerak emas deyishdi. Yana yangi vakansiyalar bo'lsa, albatta sizlarga aytaman, do'stlar. Parklarga e'tibor bering. İnsanlar hordiq olib o'zini shanba, yakshanba kunlaridagi vaqtini chog' o'tkazish uchun insonlarga mana shunday go'zal yerlar qurib qo'yishgan. Qarang, hamma yer daraxt. Hamma yer daraxt. Daraxtlarni chopmasdan turib, bular qurilish qilyapti. Ob-havo ham toza. Mana do'stlar, boya sizlarga aytganimdek, bulardagi ya'ni Neue Münster bu binoni hozir mana bu binoni ko'ryapsiz. Ya'ni bu yerda sizlarga boya aytganimdek, bu mashinaning nomeri oldida NMS. Ya'ni D Deutschland NMS'ni ko'rsalaringiz, demak bu hudud Neue Münster, ya'ni yangi Münster shahri ekan. Va biz esa do'stlar, sizlar bilan yana ajoyib joyi bor bu yerda. Ratusha binosi, ya'ni shaharning markaziy qismi, u yerga borib turib, yana sizlarga Yevropa haqidagi ma'lumotlarni berishni boshlayman, do'stlar. Davom etamiz. Mana do'stlar, Neue Münster, ya'ni yangi Münsterni shahar markaziy qismi. Bu yerda Ratusha binosi joylashgan. Qarshingizdagi bino mana shu Ratusha binosi hisoblanadi. Shahar hokimligi mana shu yerda joylashgan. Shanxay restorani ham bor ekan. Ikkala tomon har xil magazinlar bilan qoplangan, o'ralgan. Ajoyib. Bu yerda yurar ekansiz. Xuddi Germaniyaning Münster shahriga ham borganmiz, xuddi o'shanga o'xshab ko'rinar ekan. Lekin bu yangi Münster, ya'ni Münsterdan keyin qurilgan uchun bu Münster, ya'ni Neue Münster nomini olgan. Biz esa mana yerda hozir mana buni tagidan bosib qo'yganmiz. Buni tagidan bosish kerak bunaqa paytda. Ya'ni bu yerda tagini mana bosib qo'ysangiz bo'ldi. Bu ishlaydi. Bo'lmasam kutib o'tiraverasiz, do'stlar. Atrofida mana donar ham bor ekan. Germaniyani juda ko'p yerida turklar bu yerda istiqomat qilishadi. Turklar bu yerga 1964-yilda Germaniyani qayta qurilishida kelgan va shu yerda qolib ketishgan. Va hozirgi kunda ularning mahalliy aholisi hisoblanadi. Ya'ni hozirgi kunda haqiqiy nemislar bilan birgalikda teng huquqqa ega. Mana shaharni asosiy Rathaus deyiladi, ya'ni Ratusha binosi. Bunda Plon deb yozib qo'yibdi, do'stlar. Ploner Strasse ekan bu. Go'zalligini qarang. Ajoyib. Arablar ham bor. Va biz esa shahar
aylanishda davom etamiz do'stlar. Germaniyada do'stlar, agar bu yerga kelmoqchi bo'lsalaringiz, haydovchi bo'lib, birinchi o'rinda bu yerga keldingizmi, 6 oylik viza berishadi va bu 6 oylik vizani olishingizdan boshlab haydovchilik guvohnomasiga topshiring. O'qishlar do'stlar, agar kallasi bor odamga, ya'ni kallasi butun odamga bemalol oson tuyuladi. Ya'ni birinchi o'rinda oldin bilasizlar shablon derdik. O'sha shablon yechiladi. Ya'ni bu yerda kompyuterda test yechiladi. O'sha shablon, o'shalarni yechib, har bir undan tashqari esa imtihonni topshirasiz. Ya'ni prakticheskiy ekzamen deyiladi. Ya'ni o'sha borib turib siz amaliy imtihon topshirasiz do'stlar. Va topshirganingizdan keyin bo'ldi. Sira sizga qog'oz beradi, tezda o'tdingiz deb va bu qog'ozni olib turib siz qaysi shaharda joylashgan bo'lsangiz, ularda o'sha milisaxonasi bor. O'sha yoqqa borib turib berasiz, 70 yevroga sizga almashtirib berishadi. Mana shunaqa gaplar do'stlar. Lekin bizda hozir B, C, C bo'lgani uchun har birini 70 yevrodan almashtirib yurgandan ko'ra hammasini bittasini bitta olib borsangiz, birdaniga 70 yevroni o'ziga almashtirib berishadi. Mana o'sha ajoyib yer ratusha binosi. Bitta panorama restorani bor ekan hozirgi kunda. Panorama restoran deb qo'yibdi. Mana tagida ekan. Tepasi esa mana ratusha binosi. Tagida panorama restorani bor ekan do'stlar. Germaniya bayrog'i. Mana bu yerda esa Germaniya partiyasi CDU. Va mana bu yerda esa go'zal o'sha ratusha binosi do'stlar. Germaniya bayrog'i, Yevropa ittifoqi bayrog'i va go'zal. E'tibor qilgan bo'lsangiz, bugun 6-dekabr 2025-yil. Shahar hozir soat 12:30 bo'lishiga qaramasdan juda ham shanba. Insonlar odatdagidan ko'ra kamroq va shaharda yangi yil shukuhi ko'rinib turibdi. Ya'ni bu yerda yangi yil yaqin. Yevropada yangi yilni o'zgacha bir qarshi olishadi. O'shaning uchun hamma yerda archa va boshqa bir narsalar bilan o'ralgan. Hozir biz buni ichkariga ham kirib ko'ramiz, qani. Shaqa ratusha binosini ko'rdik-ku. Endi esa ichini ko'rishimiz kerak. Bugun yopiq ekan do'stlar. Lekin harakat qilib ko'ramiz. Ichida nima borligiga. Bu orqa tomon ekan, lekin afsuski ichiga kirib bo'lmas ekan. Mana bu yerda esa binosini ko'rdik. Mana bu yerda esa Neumünster shtat deb qo'yibdi. Biz esa davom etamiz. Eng asosiysi ko'rdik. Bu yerda ko'rdik, ya'ni bu binoni ichkarisi bunaqa qilib ketgan ekan va bunday dumaloq ko'rinishga ega. Ajoyib. E'tibor qiling. Bu bino bunga o'ralib ketgan. Undan keyin esa u tomonga qarab ketgan. Bu tomondan esa bu tomonga kelgan. Ya bo'lishi mumkin emas.
Mana eski ratusha binosi ekan do'stlar bular. Shtat punkti deb qo'yibdi mana. 1900-yilda. Rekonstruksiya qilingan ekan do'stlar. Ajoyib. Mana shunday eski joylarga kelib turib, ular tomosha qilar ekanmiz. Ya'ni bu ko'rib turibsiz, bu ratusha binosi do'stlar. Ya'ni mana shu ham ratusha binosini rasmini qo'yib qo'ygan. Mana shu hozir ko'rinishi, mana hammasini qilingan. Mana bu qarshingizdagi bino hisoblanadi. Bu qarshingizdagi bino, mana orqamizdagi mana bu bino. Hozir yaxshilab ko'rsataman sizlarga. Hozir ko'rdik, yana bir bor ko'rib ketamiz. Mana o'sha ratusha binosi. Mashalloh. Ko'rinishidan juda ajoyib, go'zal. Tepalariga e'tibor qilamiz. Juda ajoyib ekan. Biz esa yanada buni yaxshilab ko'rish uchun yo'lni narigi betiga o'tamiz. O'rtasidan video qilamiz. Mana e'tibor qiling. Juda ham go'zal. Gap bo'lishi mumkin emas. Keldik, o'z ko'zimiz bilan ko'rdik. Allohga shukr. Endi esa yo'limizda davom etamiz. Do'stlar, Germaniya shaharlariga xos bo'lgan ajoyib xislatlardan biri bu mana bunday ajoyib plakatlar ko'p bu yerda. Mana bu yerda esa Herzlich willkommen deb qo'yib turib, xush kelibsiz deb qo'yib, shaharda planlari bor bu yerda. Qayerga borgansiz? Nima qilyapsiz? Biz esa bunlarni, ya'ni bu shtat ko'ryapsiz, Neumünster. Mana bu chekkasida yozib qo'ygan shtat Neumünster deb. Ya'ni bu yangi Münsterni plani hisoblanadi. Hozir biz mana bu yerda ko'rib turganingizdek ratusha binosidamiz. E'tibor qiling. Bu yerni eng o'rta bir joyidamiz. Ratusha binosi. 4-Rathaus. Mana shu yerdamiz. Va biz esa davom etamiz. Qarang, shaharlar 6-dekabr 2025-yil. Juda go'zal shaharlar toshdan iborat. Toshlar turibdi. Va mana bu yerda esa har xil podarkalar. Agar bu yerda hozir yangi Münsterga oid chiroyli bir narsa bo'lsa, qaytishda olib ketamiz. Ajoyib. Ularni ko'rib turib odam mazza qiladi. Hozir yangi yil arafasi bo'lgani uchun bu yerda insonlarda qalbida juda ham ko'tarinki kayfiyat bor. Mana yangi yilga oid har xil Euroshop qo'yibdi. Magazin, har xil narsalar. Bu yerda esa ozana qilamiz. İnsanlar shunday ko'tarinki kayfiyatda ketishyapti. Ikkala tomonlama, hamma tomonlama go'zal bir binolar qad rostlagan. İnsanlar mazza qilib o'z juftlari bilan ichkarida o'tiribdi. Mana bu esa shaharda o'rtasidan ketgan uylar.
Pekarnya. Ajoyib. İnsanlar uchun o'tiradigan joylar. Rozman. Mana bu tomonda esa archa do'stlar. Mana archani juda chiroyli qilib shahar markaziga qo'yib qo'yishibdi. Hozir bir o'tib ko'rsataman do'stlar. Mana shaharda ana Advents Markt Neumünster deb yozib qo'yibdi. Tepasida ana Qorovgacha. Ajoyib do'stlar. Buni ko'ryapmiz. Hozir atrofida hamma mana shu yerda ratusha binosi. Ratusha binosidan ozgina o'tib turib esa mana bu ajoyib go'zal bir narsa, ya'ni archa qo'yib qo'yibdi. Yonida esa bolalar uchun mazza qilib o'yingoh o'ynayapti. Ajoyib go'zal joylar. Yana bir aylanib ketib chiqamiz. Hozir bu yerda qarab turib, ya'ni bu yerda archalar bor ekan. Mana bu yerda archalar odamlar olar ekan. Undan tashqari esa juda ham ajoyib odamlar narsalar sotib, har xil narsa juda ham ko'ngilochar joylar tashkillashtirishibdi. Mana bu yerda ularda alohida pivo ichadigan joylar, pivo ichishar ekan. Ajoyib. Mana bu yerda esa har xil rastalar. Odam mana do'stlar bilan bu yerda mazza qilib o'tiribdi insonlar. Demak, bu yerda Neumünster ham xuddi Münster shahriga o'xshab juda ham gavjum joy bo'lar ekan. Odamlar juda ham xursand, baxtli va mana bunaqa ajoyib go'zal yerlarda bolajonlar ham o'ynab yotishibdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Do'stlar, biz esa bu yerda eng eski shahri bor ekan, ya'ni eski shahrini, mana shu eski shahri emas, mana shu yerdagi eng eski uy bor ekan. Shu uyga boramiz. Qani, biz ketdik. Davom etamiz. Va do'stlar, biz jin ko'chalardan yuribmiz. Bunaqa tor. Lekin necha asrlardan beri mana bu tosh qo'yib qo'ygan ekan, hech qanaqa buzilib dadlashib ketmagan. Va biz nima uchun bu yerdamiz degan savolga hozir sizlarga javob beraman. Hozir mana bu qarshingizda chap tomonda turgan uy mana shu yangi Münsterdagi eng eski uy ekan. Tasavvur qilyapsizmi? Eng qadimgi uy. Eski uylardan biri. Hatta bu yerda esa mana bu uyda deyapmiz. Mana bu yerdan qo'ng'iroq qiling deyapti. Aha. Bu boshqa narsa. Mana bu yerda esa mana do'stlar eng eski uy. E'tibor qiling. Gap bo'lishi mumkin emas. Kichkinagina Eltern Garten deb qo'yibdi. Ya'ni ota-onalarning bog'i degan ma'noni bildiradi. Mana shu eski uy ekan. Ajoyib. Atrofni ko'rsangiz, kichkinagina o'sha paytda mana shunday qilib qurilgan ekan. Atrof kichkina. Yondagi uylarga e'tibor bering. Juda ajoyib.
gap bo'lishi mumkin emas. Mana shu uyni ham ko'rdik. Keldik. Ko'rdik. Hozir bir ushlaymiz va ketamiz. Ushlab ko'ramiz bu uyni. Qatdan ham bu yog'och uydi. Atrof bu tomon yog'och, mana tomon esa do'stlar g'ishtdan, pishgan g'ishtdan qurilgan ekan. Ajoyib. Go'zal. Kichkinagina uycha ekan. Fayzli uycha ekan. Gap bo'lishi mumkin emas. Biz esa Noy-Münsterdamiz. Yonida ko'rib turibsiz mana shu mashinani, ya'ni oldida NMS bo'lgan Noy-Münster. Chiroyligini qarangiz. Uychani. Go'zal. Biz esa davom etamiz. Allohga shukr. Oyoqlar ajoyib. Tosh ustida yursangiz do'stlar, maza qilib olar ekan oyoq borib. Mana shunday uy hovlimizga yo biror bir joyiga, mahallalarimizga shunaqa toshdan uychalar qilsak yoki yerlarimizni mana shu qilib qo'ysak, toshdan ancha saqlanar ekan. Chiroyligini qarang bu yerda. Gap bo'lishi mumkin emas. Hozir ozgina yomg'ir yog'di. Odamlar kayfiyati zo'r, atmosfera bomba va biz esa davom etamiz. Do'stlar, tashqari shunaqangi yomg'ir bo'lishiga qaramasdan biz Meilenstein Wittorf degan ajoyib bir Noy-Münsterdagi, ya'ni yangi Münsterdagi toshga keldik. Tosh ko'ringlar. 1832-yilda qurilgan o'sha muhtasham tosh. E'tibor qiling. Mana shu yerda qad rostlab turibdi. Ajoyib. 1832 qilib qo'yibdi-da, mana uni qarang. Bu toshni hozir bir ushlab ko'raylikchi. Mana bu toshni. Ajoyib. 1832-yilda qurilgan ekan, hali hamon mana shu yerda turibdi. Buni buzib tashlamagan. E'tibor qiling. Yonda esa mana qilib kil deb yozib qo'yibdi, kil. Bu tosh qarang, ajoyib. Xuddi ana Real Madriddagi ustida toji bor-ku, toji ham bor ekan. Bu esa 1832 qilib qo'yibdi. Qoyil. Biz mana shu toshga ham keldik, ko'rdik, ushladik. Gap bo'lishi mumkin emas. Endi esa ketaversak bo'laveradi. Ushlamasak ham bo'laveradi. Endi yonida ekanmiz. Ushlab qo'ydik. Va bu yerda esa mana alohida ajoyib ko'rdik. Bu yerda yozib qo'ygan ekan. Meilenstein Wittorf deb. Gap bo'lishi mumkin emas. Ko'rdik. Buni yonida esa mana bunday ajoyib bino bor ekan. Yonida esa mana Haltestelle. Haltestelle degani do'stlar, avtobus kutadigan joyi, avtobekat. Va ko'rdik. Va biz uchun alohida ahamiyatga ega bo'lgan narsa bu magazinlar. Ya'ni Aldi 3 kilometrda ekan do'stlar. Va biz esa yashil ekanligidan foydalanib yuramiz. Shaharga e'tibor qiling. Bu tomonlama shahar ekan, hamma tomonlama gap bo'lishi mumkin emas. Va biz esa hozir ajoyib yerga boramiz do'stlar, ya'ni outlet degan joy, ya'ni bu designer outlet. Ya'ni butun dunyoni katta brendlari bor, Nike, Puma va hokazolar. O'shalarni skidka qiladigan
joyi bor. Chorniy pyatnitsa deydi bularda ham bor. Ya'ni o'sha boradigan joyimiz bugun to'g'ri shanba 6-dekabr 2025-yil, lekin hozir borsak, hozir ham skidka bo'lib yotibdi. Ya'ni bularda noyabrda oxiridan boshlab skidkalar boshlanadi. Hozir biz o'sha yoqqa boramiz. Ya'ni haqiqiy sifati zo'r narsalarni arzonga olishingiz mumkin. Bu yerda chegirmalar 10% dan 70-80% gacha bo'ladi do'stlar. Qani ketdik. Birgalikda ko'rsataman. Ya'ni u Neumünsterda joylashgan ekan u ham. Yangi Münsterda. Mana hurmatli do'stlar, o'sha mashhur outletga keldik. Designer outlet, ya'ni brend bo'lgan o'sha mashhur magazinlar. Mana u Nike. Bugun hozir ko'ramiz. Nike ichiga kirib qanaqa juda skidkalar bo'lyapti do'stlar. O'shani hozir biz tomosha qilamiz. Mana ichida yozgi narsalardan boshlab futbolkalargacha hammasi bor. Mana bu yerga qo'yib qo'yilgan. Tomosha qilamiz. Hammasi original. Trikosini o'zi ko'rib turibsizlar. 41.99, oldin 59 bo'lgan ekan do'stlar. Ko'ryapsizlarmi? Gap bo'lishi mumkin emas. Haqiqiy chisti original joylar. Krossovkalarni ko'ramiz. Nike krossovkalarga gap yo'q. O'shalarni ko'rib chiqamiz. Mana 199. Oldin 149 bo'lgan ekan. Qarang. Hozir 104. Mana shunday joylar bor do'stlar. Endi bu Nike'niki. Endi esa biz boshqaqa borib ko'ramiz. Mana chiqdik. Mana uni qarang. Juda ham o'rta chiroyli. Hamma yer magazin do'stlar. Ya'ni bu yangi Münsterni joyi, yangi Münsterda joylashgan Designer Outlet Store deb yozib qo'ysalaringiz chiqadi hammasi. Hammasi bor. Mana bularni qayerda nima joylashganligi. Bu yerda Polo joylashgan ekan bu tomonimizda. Hozir mana Nike'ni ko'rdik. Nike. Bu yerda esa hammasi job, Polo, hammasi bor ekan. Pakosta. Ichi gap yo'q. Hammasi bor. Hozir biz mana bu tomonga kirdik. Mana bunga. Endi to'g'ri yo'q ketadigan bo'lsak, boshqa narsalar ko'rar ekanmiz. Hozir chap tomonga qarab ketadigan bo'lsak, u tomondan pololarni ham ko'rar ekanmiz. Shunday qilamiz. Ajoyib. Ketdik. Tomondan ketamiz. Sovg'alar qo'yib qo'yibdi. Hamma markalar bu yerda do'stlar. Hammasi magazin. Shopping qiluvchilar sevadigan joy ekan. Mana bunaqa O'Neil degan brend ham bor. Mana shuni joy ekan. Mana esa Cross degan tapchika deysizmi? Hamma brendlar shu yerda. Biz ham boylardek shopping kecha qilganmiz. Juma kuni juda ham kecha arzon bo'lgan. Opus. Qarang do'stlar, Opus market. Hammasi bor. Pandora do'stlar. Sumkalar, ayollar sumkachalari.
Aygner ekan bu. Pandora mana tomonda ekan. Har xil narsalar. Bali brend. Boss ham bor ekan do'stlar. Michael Kors ham bor ekan. Mana archa. Mana archa. Ajoyib. Ular ko'ring, ko'rdingiz? Ko'rdik. Archalar har xil ajoyib joylar do'stlar. Gap bo'lishi mumkin emas. Bu archani ham bir qo'z tomosha qilamiz, atrofini borib. Go'zal, go'zal degan gapga qoyil qolasiz. Mana taglariga sovg'alar qo'yib qo'yishibdi. Tagiga sovg'alar qo'yib qo'yishgan va biz esa yonidan o'tib ketamiz. Mana 6-dekabr bu yerda, lekin bayram shukuhi shundoqqina urib turibdi. Ajoyib do'stlar. Go'zal. Bu pustoy narsalarni qo'yib qo'ygan. Lekin juda ham dekorativni yonlashgan ekan. Ajoyib. Mana o yop degan joyga keldik. Hammasi bor ekan, молодец. Va biz esa davom etamiz. Do'stlar, mana buni qarang. Bu Armani. Giorgio Armani. Mana shu yerda ekan. Qani davom etamiz. Mana bu yerda esa do'stlar qarang, Polo ekan. Polo. Ketyapmiz. Polo davom etamiz. Ajoyib. Calvin Klein degani. Ketdik. Mana ajoyib yangi brendlar bu ham. Demak, hamma brendlar bor. Ajoyib. Coquinelli hamma Boss brendlar shu yerda ekan do'stlar. Kelaverish kerak. Shoppingga qiziquvchilar Neumünsterda kutib qolamiz va mana shu bilan bugungi videomiz nihoyasiga yetdi. Sog' bo'linglar do'stlar. Ajoyib. Bayram shukuhi hamma yerda bor. Mana rasmlarga tushib, hammaga omad, cho'ntaklaringizda daromad.